Til, millatning borlig'i uning asrlar osha yashab kelayotgan o'lmas ruhi va ma'naviy qiyofasidir. Turkiy tillar esa nafaqat qadimiy xalqlarning muloqot vositasi, balki dunyo madaniyatini boyitadigan tafakkur xazinasi sanaladi. UNESCO tomonidan 15-dekabr sanasining Butunjahon turkiy tillar kuni deb e'lon qilinishi ushbu merosning umumbashariy ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi. Bugungi anjumanda ham ana shu boy merosni asrab avaylash, qardosh xalqlar o'rtasidagi adabiy va madaniy rishtalarni yanada mustahkamlash masalalariga e'tibor qaratdi. Turkiy tillar adabiyoti durdonalaridan 100 jildligini mana shu bir necha yil davomida bir guruh yozuvchi shoirlarimiz nashrga tayyorladi. Bunda adabiyotlarning bir qismi aytaylik boshqa o'sha turkiy tilli davlatlar adabiyotlaridan tarjima bo'lsa, bir qismi o'zimizning adabiyotlar, ya'ni Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnomasi yoki aytaylik o'sha boshqa Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, O'tkir Hoshimov va boshqa ardoqli adiblarimizning asarlari tashkil etadi. Jumlada men o'zim ham mana shu nashrni tayyorlashda ishtirok etdim. Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romani. Mazkur tadbirda mahalliy va xorijiy ijodkorlar, adabiyot, san'at, madaniyat vakillari ishtirok etmoqda. Tadbirda asosiy e'tibor tilga, ya'ni yoshlar o'rtasidagi turkiy tilga bo'lgan e'tiborni yanada keng targ'ib etish, turkiy davlatlar o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash asosiy vazifa sifatida belgilangan. Bu chop etilgan kitoblarning ichida meni ham hissam borligini aytib o'tmoqchiman. Qo'limda tojik shoiri Jamshid Primovni mana Hayrat suratlari deb nomlangan kitobi turibdi. Mana shu Hayrat suratlari kitobiga taqriz yozish menga topshirildi. Bilasizmi, men yana bitta o'zimni sirdoshimni, o'zimni maslakdoshimni, o'zimni darddoshimni, o'zimni suhbatdoshimni, o'zimdek qalbi bor bir shoirni kasb etdim. Jamshidjonni qiyofasida. Va albatta bu oxirgi ish emas, bu hali davom etadi. Mana shunaqangi birlashishimiz, bu sirlashishimiz, ayniqsa adabiy do'stlik, bu abadiy do'stlik. Tadbir davomida Vatandoshlar jamoat fondi tashabbusi bilan ezgu amal loyihasi doirasida Turkiston farzandiman, Qalb tug'yoni va Hayrat suratlari nomli kitoblar va Vatandosh jurnalining taqdimoti bo'lib o'tmoqda. Mana shu yil yangilanayotgan bir ajoyib lahzada biz uchun ham bir ajoyib yangilik bo'ldi. Ya'ni Tojikistonda yashab ijod etayotgan o'zbek ijodkorlarini, bir nechta yozuvchilarimizni, shoirlarimizni kitobi taqdimoti bo'lib turibdi ushbu lahzada. Bu nihoyat farahli, xursandchilik. Qalb tug'yoni bu esseylardan iborat nasriy asarlar. Bu yerda asosan mening og'riqli mavzuyim bo'lmish bu ona haqidagi esseylarim va umuman insoniy tuyg'ular aksi jamlangan bir kitob. Men o'ylaymanki, o'quvchilar yaxshi qabul qilishadi. Tojikistonda ham juda ko'pchilikni tashkil qilamiz, shoir, yozuvchilar, qalamkashlar, chunki salkam 2 million o'zbekda o'ziga yarasha yuzlab shoir, yozuvchilar bor. Mana meni kitobim chiqibdi, rosti gapni aytsam, endi kaftim to'lib, endi bitta kitob ko'rdim. Çünkü biz 50 yıldan buyon kelib ketamiz, bu yoqqa 3-4 she'rimizni almanahga, bayozga berib, yelkamizni silab jo'natib urishaverardi-da. Haqiqiy do'stligimiz, haqiqiy vatandoshligimiz endi namoyon bo'ldi. Kitob bu endi hayot. Shu insonni boshidan, qalbidan, ruhiyatidan kechgan jamiki quvonchlar, iztiroblar, qayg'ular hammasi bor. O'sha insonlarni taqdiriga befarq qaramaslik, vatan taqdiriga, xalq taqdiriga befarq qaramaslik. Tadbir yakunida Vatandan so'zlar loyihasiga start berildi. Mazkur tashabbus doirasida ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati ekspertlari tomonidan saralangan 10 ming yaqin badiiy kitoblar xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizga yuboriladigan bo'ldi. Bu kabi loyihalar nafaqat ona tilimizni asrash, balki chet eldagi yurtdoshlarimiz bilan ma'naviy ko'priklarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun